Mahmudxo'ja Behbudiy. Mahmudxo'ja Behbudiy 1875-yil 20-yanvarda Samarqand yaqinidagi Baxshtepa qishlog'ida Imom-xatib Behbudxo'ja Solixxo'ja o'g'li xonadonida tug'ilgan. Otasi Ahmad Yassaviy avlodidan. 1868-yilda rus askarlari Samarqandga bostirib kirgandan keyin otasi Behbudxo'ja oilasini olib Baxshtepa qishlog'iga ko'chib kirgan va shu qishloqqa mo'inomlik qilgan. Behbudiyning onasi esa Mutfi Odil Mansur o'g'lining singlisi bo'lgan. Behbudiy dastlab otasidan Qur'on ilmini o'rgangan. Keyinchalik 6-7 yoshlarida tog'asi Muhammad Sidiq qo'lida o'qib savod chiqargan. 15 yoshida boshqa bir tog'asi Mulla Odil o'zi mudarrislik qilgan madrasada o'qib ta'lim bergan. Behbudiylar oilasi ma'rifatparvar va ziyoli oila bo'lgan. Ikki singlisi ham o'qib tahsil olgan, Qur'onni yaxshi bilgan. Katta singlisi Xuriniso qori begim unvoniga ega bo'lgan. 1893-yilda onasi, 1894-yilda otasi vafot etgan. Behbudiy 18 yoshida Chashmani obi volosiddin qozi vazifasida ishlagan. Tog'asi Muhammad Sidiq qo'l ostida mirzalik qilgan. Tog'asi oldida 2 yil ishlagach, mirzalik faoliyatini Kobud volosi qozisi Mulla Zubayr Yaxshiboy o'g'li qo'lida davom ettirgan. Chunki bu paytda tog'asi qozilikdan bo'shatilgandi. Mirza va qozilik bilan shug'ullanib, so'ng Jomboyda muftilik darajasiga ko'tarilgan. Behbudiy Kobud polisida 10 disnaytina yeriga egalik qilgan. O'ziga to'q va badavlat kishidir. Behbudiy 1899-1900-yillarda buxorolik do'sti Hoji Baqo bilan birga Makka va Madinani haj safariga otlangan. Shu sababli Rossiya, Arabiston, Misr, Turkiyani kezib chiqqan. Safar jarayonida sayohatning har qanday turli poyezd, kema, otda va piyoda yurib dunyo kezgan. Sayohat davomida yangi maktub, usuli jadid, ochsin fikri mustahkamlanib borgan. 1914-yilda 2-marta haj safari chog'ida Shom, Quddus, Odessa, Istanbul va boshqa shaharlarni kezgan. O'z sayohati davridagi xotiralarini Samarqandda nashr etayotgan Oyna jurnalining tahririyatiga yuborib turgan. 1903-1904-yillarda Moskva, Peterburg, Orenburg, Qozon va Qrimda bo'lgan. Maorif sohasida Rossiya vatan arbobi bilan tarjimasida o'rgangan. Mahmudxo'ja Behbudiy Ismoil Gasprinskiy bilan birinchi marta 1897-yilda Gasprinskiyning Turkistonga sayohat vaqtida Samarqanddan tanishgan. Ismoil Gasprinskiy bilan uchrashuvdan keyingi hayotda ta'sir katta ko'rsatgan. Ismoil va Behbudiyning ikkinchi uchrashuvi 1914-yil yozida yuz bergan. Alloma Marg'iyonlik bir kishi bilan Istanbulning Gihanxe bog'ida yurganda tasodifan Ismoil Gasprinskiyni ko'rgan va o'xshatgan bo'lsam kerak degan o'y bilan salom berib o'tib ketgan. Orqasidan javob ovoz kelgach, ikki do'st yaqindan ko'rishgan. Gasprinskiyning taklifi bilan Shahin podshoh mehmonxonasida yuz bergan suhbat 7 soat davom etgan. Gasprinskiy suhbati yakunida Behbudiyni Qrimga taklif etadi. Oradan ko'p o'tmay Ismoil bey vafot etgan va Istanbuldagi uchrashuv ularning eng so'nggi qarshilashi bo'lgan.